En töbelaydigan joy endi deydi, bilmasam ko'ramiz. Töbeler o'zi ichkari töbel. Hayot senga tekin molning eti emas, oq qog'ozning yozilmagan beti emas. Ming shayton ichra yo'lingni top, halol yashash har kimning ham ishi emas. Zo'r. Bo'ladimi? Sana o'shan do'stimiz bugun kitob taqdimotini o'tkazdi. Son do'stimiz aka mana. Aha. Keyinchi? Ancha yildan beri qadrdon aka bilan birgalikmiz. Yo'q. Pul adabiyotni yaxshi o'qimaganman-da, afsus. Bo'lmasa men ham she'r yozardim. Menga qarang. Yo'q, sen o'stirma, qani qayga. Yozavering. Rossiyaga. Nima? Adabiyot bo'lish shartmi? Shunday. Bizga mashhur Instagram hamma. Yozgan hozir deb qo'y. Menmi? Tadbir haqida umuman. Tadbir zo'r o'tdi. Mana Husan do'stimiz jorib bo'lib deyiladi, ana to'balab deyiladi. Hamma tirikku deydi-ku. Xo'sh, keyin nima deymiz? Ajoyib. Endi to'balaydigan joy endi deydi, bilmasam ko'ramiz. Töbeler o'zi ichkari töbelashib chiqdik.